Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbolsevar do'stlar. Siz futbol fanatlari kanaldasiz. Sizlar uchun eng qiziqarli futbol ma'lumotlarini yetkazishda davom etamiz. Demak, Chempionlar Ligasi doirasida Manchester City o'z uyida Galatasaroyni qabul qildi va hamyurtimiz Abduqodir Husanov bu o'yinda to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Manchester City Galatasaroyni ayab o'tirmadi va ishonchli hisob bilan, ya'ni 2-0 hisobi bilan g'alaba qozondi va turnir jadvalida 8-o'rinni egallagan holatda keyingi bosqichga yo'l oldi. Endilikda shu o'yinda qatnashgan hamyurtimiz Abduqodir Husanovga bir qator nashrlar bergan bahosi bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Demak, Abduqodir Husanovni bu o'yinda o'tkazgan o'yiniga berilgan baho 6,5 ball deb hisoblandi. Bu oldingilarga qaraganda ancha past, lekin bu hech narsani anglatmaydi. Bu Abduqodir Husanovni darajasini belgilamaydi albatta. Biz uchun Abduqodir Husanov juda yaxshi harakat qildi o'yinda. Do'stlar, bizning videolarimizga like bosing, bizni qo'llab-quvvatlang. Bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.